Hammaga assalomu alaykum. Men Badr Botir va bugun biz sizlar bilan birga JavaScriptni o'rganamiz ChatGPT orqali. Mana ChatGPT orqali mana tarixni ChatGPT yozilgan, bu hammadan zo'r. O'sha interaktiv migratsiya saytlarni hammadan zo'r beradi. Xullas, Node.js ishlab chiqarilgan serverlar uchun mobil priложение React Native yaratsa bo'ladi, keyin chatbotlar yaratsa bo'ladi. Keyin 1995-yilda Brenda Eich tomonidan ishlab chiqarilgan 10 kunda kompaniya Netscape, keyin Moho bo'lgan birinchi nomi, keyin LiveScript bo'lgan, keyin oxiri JavaScriptga aylangan. 1991-yilda Node.js ishlab chiqarilgan. JavaScriptga keyin bugun kelib JavaScript hozirda eng mashhur til. Mana birinchi bizda ko'rsatayotgan narsa bu откроем консоль, разрываем тут. Mana birinchi HTML papkasini yarata olasizlar. Xohlasa bitta papka yarata olasizlar. JS darsi, mana JS darsini ichida index.html yaratasizlar. JS darsini ichida papka yaratasizlar. JavaScript bilan keyin o'shancha script.js yozasizlar. HTML o'tgan bo'lsangiz script.js mana bu narsalar qilish qiyin bo'lmaydi. Xohlasalar videoda pastda kommentariy tashlab ketsanglar, birga HTML ni ham ChatGPT orqali o'rganib olamiz. Hozir biz ChatGPT ga birinchi qanaqa yozyapti? Bitta narsa yozyapti. Hozir bitta endi hello. Bizda o'zi nima beryapti ChatGPT? Привет JavaScript yozayotganmiz. Hello.js. Hello.js. Xohlasak bitta JavaScript yozamiz, xohlasak qo'yamiz, bosh farqi. Hozir o'zimizdan endi ochamiz, JS darsini topamiz. JS darsini topganimizdan keyin mana bu bo'lamiz. Index.html ga kiramiz. Index.html ga o'zida ko'rayotganimizda hech narsa yo'q. Konsolga kiramiz. Mana ko'rayotganimizda bizda hello.js yozgan narsa. Birinchisini qilib oldik. Endi ikkinchisini qilamiz. Bizda JavaScript mana alert anaqasini tushuntiryapti. Alert bu splash shaklini chiqaradigan anaqa funksiya. Alert deb yozamiz. Alertning ichiga hello JS degan narsani berib qo'ysak, boqamiz, mana bu ko'rayotganimizda hello JS degan yozuv chiqdi. Yaxshi, o'sha JavaScript bizda Node.js ni unutmaymiz, chunki biz JavaScriptni o'tgan kelgan soatini server emas. Переменныйlar haqida gaplashsak, bizda переменныйlar mana переменный tipidan. Объявление переменных JavaScript есть три способа объявления. Var, let, const. O'zi eng важныйsi const, o'zi let qilsak bo'ldi. Bilan ko'rsatib ketamiz. Let full. Hello. Name hozir tamiz my JS. Keyin log beramiz. Log bergandan keyin biz fullni chiqarib beramiz. Mana ko'rayotganimizda hello.js bor. Endi bizda keyingisi tipdan. Nolani ham qo'yasizlar bo'ladi. Biz tushuntirgan yozganman. Mana yozgan ekan. Endi hozir bitta-bittalab qilib o'tiramiz. Mana tipdan ko'rasizlar, string bor, просто matan, boolean bor, number bor, mana number, int, integer, mana float. Boolean, true, false, logически, null, undefined. Undefined o'zi hamma joyda bo'lmaydi, lekin bu yerda undefined ham bor. Bu aniq obyekt. Keyin bu yerda symbol. Symbol ham bor. Type of qilamiz. Tekshirib olish uchun type of qilamiz. Skopga yozmasmidi? Yo'q, yozmas. String ko'rayotgan bo'lsanglar, kommentariy yozish kerak. Bu string ya'ni matan. Let var take 24 bu number nima tushunsa kerak. Evet. Bas take true'ga bu boolean
logika yoshmi, tamam. Chain bullet. Nima? Nol pullarni yozmayman. Kerak emas, to'g'risini aytaman. Array yozaman mayli. Bu array, ya'ni massiv. Array. Ruschasi massiv. O'zbekchasi bilmayman, qanaqadir ko'pchilikman bilmayman. Obj yozaman. Object bo'lish uchun. Yozib video olmasa bo'ladi o'zi. Obj object ko'p qilamiz. Qo'yamiz. Tushunarli. Geçiş kerak bo'ldi. Barmi? Bas. Obj. Nima? O'zi tushunasiz, oxirida kerakli joyini bir sanashda qo'ydim bo'ldi. O'rgatgan bo'lsanglar mana. Ana obyekt sifatida chiqadi, lekin u massiv degan narsani esingizda qoldirsangiz yaxshi bo'ladi demoqchi JavaScript. Men bilmayman, men JavaScript bilmayman. Shuning uchun mana praktikamizni qilib bo'ldik, mana JavaScript etgan, mana to'g'ri. JavaScript men 25 yosh emasman, 24 qarayapmiz. Я программист, developer. True. Forward foot. Почему? Nimaga? Future plan. Qiziq. Hozir shuni kopiya qilamiz, qo'yamiz. Nima chiqadi? Qiziq. Tuzurlik narsa. Qiziq. Mana ko'ryapsizlar. Buni yozib o'tirmadim, videolarga ko'p ketmaslik uchun, lekin o'zingizlar yozsanglar bo'ladi. Birinchisida o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar, permanent yaraldi, o'zgaruvchan, unga name degan anaqa berdik. O'zgaruvchani bilmagan Badrdan qo'ydik. Uni ismini yoshini 20 mana. 24 is developerga true qo'ydik. Bir chiqadimi shunda? Yo'q, true chiqdi. Inshaalloh function berarsa bular mayli bermaymiz. Chunki biz JavaScript ChatGPT orqali anaqani o'rganamiz. Mana berdik, mana bitta 0 anaqasini berdik. Tip danixni, keyin bu yerda undefined degan tip danixni berdik. Mana o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar, unda hammasi chiqdi. Bo'ldi, birinchi darsimiz mana shu tugadi JavaScriptdan. Mana hammaga xayr. Bo'pti.